O'rtoqlar, balig'imiz tushildi. Hozir mana ustasi Murodjon degan ukamiz mana hozir o'zini Telegram kanali uchun maxsus anaqa qildik. Hozir jarayonni ko'rib turibsizlar. O'zimizni andijonlik ukamiz hozir mana baliqni chiqarish jarayoni bo'lyapti. Katta narsa shekilli. Asha baliqni shu sakragan holatini ko'rgan edik, lekin yaqindan ko'rmadik. Hozir ko'ramiz. Endi qanday go'zal, chiroyli baliq ekan. Yaqinlashtiraylik. Ko'rdim. Baliq ko'rdim. Birpas charchatamiz. Yutib yuborganmikin, ha? Yutib yuborgan. Hozir mana sekin asta tortyapmiz. Bora 3 kilo. Kirmasin. Ko'taram, bu yoqqa qarab qochdi. Ketyapti. Yomon ekan, u katta ekan вообще. Katta baliq ekan. Ben pasroq qochib boramiz, bandayroq. Yo'q, u tosh bo'lmaydi. Taykir bo'ladi tosh. Bu mashinadan yuqaymiz sen. Ko'tara oling. Katta ekan. Uy, bilat. Go'zalligini voshi katta-yu. Uy. Ona menga. Qanotini tagidan ushlabdimi? Ha? Qanotini tagidan. Bittasi ham ilib qo'ygan. Hamma yo'g'idan ushlabdi. Go'zalligini qarang. Sazan. Masha. Sakragan sazan masha. O yoqqa yuravering unda. Tarbiz charchaydi. Mashinadan olib chiqib olamiz. Tortgan shaqqa. Taykir bo'lmasin-da. Kirib ololmaydi, tangasi to'kildi. O'zi yedi. 5 kilo bor, ha? 6 kilo. Bor ekan. Mana 40 ming so'mlik kilosi.